52 yoshar bemorimizda shunday shikoyatlar bilan kelgan. Bizlar даже MRT snimkalari, Holter, yurakdan hammasini tekshirtirgan, EKG'larni nachalli. Yan tarafda belgilaridan biri yaqqol nevrosteniyani ko'rsatib turibdi. Vahima qo'rquv bosish, yurakka topirdab qolish yo'q yerdan, arterial bosimini o'ynab turishi, o'zi 120-80 yuradi, lekin 160 gacha chiqadi dedingiz, to'g'rimi? 140 gacha chiqadi, o'zini yomon his qiladi. Nevrosteniyani asosiy belgilaridan biri. Hamma analizini ko'rib chiqdik. Hamma analizi norma, lekin nerv sistemasi bir xilda emas. Buni stabillashtirishimiz kerak. Sababi vegetativ nerv sistemasi bir xil ishlash ritmidan buzilgandan. Endi bu yerda asosiy davo rejalarini antidepressantlar, anksiolitiklar kiradi. Siz endi boshdan yozgan reja plani yaxshi ketgan, to'g'ri. Bu yerda escitalopram yozilmagan. Shuning uchun siz uncha ta'sir etmay turibdi-da. Lekin davo rejangiz to'g'ri yozilgan, lekin qo'shimcha etish kerak. Escitalopram degani antidepressant turina kiradi. U sizni nerv sistemangizni stabillashtirib beradi. Shuni qo'shimcha etishimiz kerak bu yerda.